Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayırız. Leksiyada Sıdqa Ruzi, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa hürmetli vatandaş, 2023 yıl 7. ayının 8. günü. Haftaga şembe vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyadan avval adetimiz boyunca vaziyet nime mana hazır. Halkılık peytte mavzu koyuptu, sözlevatıdı. Rusya qo'ldan ketgan joylarni qaytarib eleşmez. Tünügüllerden Bahmut rayondan chiqib ketdi degan edi. Esingizda bormi? Askar chekindirdi yo'lning ikki tarafiga. Ukraina armiyasi kelib o'rinlashdi degan edi. Hozir 180 ming kishilik harbiy qo'shin to'pladi deydi. Qo'ldan ketgan joylarni qaytarib olamiz. Asosiy Ukrainaning sharqida, ya'ni shiddatli urush bo'ladi demoqchi bo'lyapti vatandosh. Andan keyin ikkinchi bo'lib bugungi xabarida New Yorkda nashrda qatorga chiqadigan Aynak televiziyasi. Bu Aynak televiziyasi uzun zamonlarning avvalida Cumhuriyet partiyasini obdan pash qilib, obdan tanqid qiladigan televiziya edi. Arlaqda bo'la Kompartiya press bo'lib ketdi. Yoki Jungo press bo'lib ketdi. Bugun shuni bir xabar turdi. Nima debdi desanglar, faqat bir mavzu. Debdiki Amerika bilan Jungo munosabati kontrollikdan chiqib ketdi. Buni nimaga asoslanib bilmadim, anglab boqamadim, hozir ko'rdim vatandosh. Vaziyat shukan. Men tunugun sizlarga dedim vatandoshim, nima dedim desangiz? Nima dedim desangiz vatandosh tunugun men yana odatga dedim bu uchun men hozir sizga ketyapman qo'y 3 ayning 18-kuni 2021-yili. Alyaska söhbeti, biz to'xtalayotgan söhbetler şu. Bunun intayin kang mazmunlar bor, yana davomli to'xtalamiz vatandosh. Mushu bugun sizlarga to'xtaladigan leksiya yoki Alyaska söhbeti Amerika ovozining to'r betida berilgan. Men tunugun sizlarga dedim bu boshqacha deb. Tunugun men sizlarga so'zlaganda Amerika ovozining hozirma 4-si men izlab topganim tunugunki Şurab qolgan kanalınki yoki tunugunki mavzuda nima deyildi? Amerika ovoz desiniz, neyjing dedi. Neyjing deganda bu ichki ishlar bo'libla qolmasdan degan jumlani ishlatdi. Ko'rdingizmi? Allah xudo, Amerika ovoz radiosi Xitoy til programmasi bu ichki ish bo'libla qolmasdan Devlet Şakatı Antony Blinken'nin söz ibaresi Alyaska söz degan sözüde herkes bunda cümle şiltilgen emas efendi. Lekin ben tunugun sen neycin degenin muşuyusunda Alyaska'ga münasebetlik eğizga aldın. Bana rahmet dedim vatandaş. Ameliyatla bu cümleni özgertti dedim. Hem sizde paketlen tulukladım. Ahire ne oldu? TV, BS'nin bergen haberede Devlet İşler Katibi Antony Blinken Alyaska yig'inida birinchi bo'lib Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi Jungoning hargiz Jungoning ichki ishi emas. Nima ish qilib o'zgartirdi? Bilmayman vatandoshlar. Men sharhlab berolmayman, ham sharhlab beroladigan ishni qiladigan ish qo'limda kelmaydi deganda huquq yo'q. Onda huquq yo'q. Nemişki bir devlet rəhbəri, yoki bir hükümetin en oliy rəhbərlərindən birisi hesablanıb turğan Antony Blinken devlet işlər katibi şunu dese, sen Amerika ovoz radiosu bu nemiş o'zgartsa. Belki senin hukukun dairesi işte. Bugün men sizlarga tayyorlab kelgan bu leksiyada bir cümle söz var. Şu bir cümle sözde ahırda ko'ramiz. Şunun için bu leksiyasizlarga tayyorlab keldim vatandosh. Mavzumunda ciddi noktalar söhbeti. Alyaska söhbetida miltiq doğrusu idi, qo'yoqlashdi.
Amerika-Jungo münasebeti yeni soğuk münasebetler uruşı dercisiga kötürülemdi. Mavzuluk münazara şekillik video film 2021 yıl 3. ayının 19. günü Amerika Avazı'nın Xitay Tili programması tor beti ilan kılındı. Haber yoki video film mundaq başlandı. Aksaray Devlet Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan ve Devlet İşler Katibi Antony Blinken Jungo'nun diplomatiya işleriga mas'ul Merkezi Siyasi Büro'nun a'zosi Yang Jiechi ve Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan 18. günü, 19. günü yoki shu kunlarda davomli 2 kun Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska shtatida Prezident Joe Biden Aqsharayga kirgandan keyingi vaqt ichida tunji qatim Amerika Jungo yuqori qatlamda suhbat o'tkazdi. Mushu sizlarga da'vatga ishlar hammasi bu o'xshash ramkadagi fikrlar bu. Chunki suhbat jarayonining shakli shu, suhbat qatnashgan ikki tarafning vakillari shu. Bu ramka bu abzaslar o'xshash bo'ladi vatandosh. Suhbat o'tkazdi. Yig'in ochilish bilan ikki taraf sen kelding, men keldim deyishdi. Miltiq doğrusu hidi qo'yoqlashdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Hong Kong, Tayvan, Uyg'uriston masalasiga ko'ngil biladiganligini bildirdi. Ko'rdingizmi? Hergiz işi emas deb so'zlagan turuqliq suhbat jarayonida yoki suhbat başlanışlarla Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken endi ma xabarda nim deb o'zgartirildi? Hong Kong, Tayvan, Uyg'uriston masalasi ko'ngil biladiganligini bildirdi. Ko'rdingizmi? Bunisiga Pandungni deydigan bir ayol kishi, riyosatchi, bu munozir bitining riyosatchisi. Bu cümle o'zgartirildi demeydi, ko'rdingizmi? Biladiganligini bildirdi. O'xshashlar Jungo'ning internet hujumlarini tanqid qildi. Bular va iqtisodiy zo'ravonlik dunyo tartibiga tahdid elib keldi dedi. Bu cümleler Devlet İşler Katibi Antony Blinken'in o'z cümlesi. Jungo suhbat vakili Yang Jiechi Amerika'nın Irak meselesini tilga elib zarba berdi. Bu ne Pandungni degan ayol riyosatchi aytib bu gapni. Amerika Jungo har ikki davlat o'zining masalasini bartaraf qilish lozim dedi. Hamda Amerika boshqa davlatlarni Jungoga qarshi kuch ko'rsatyapti. Jungoga qarshi turishga kuch ko'rsatyapti deb aybladi Yang Jiechi. Prezident Joe Biden hukumati diplomatlari birinchi navbatda Jungo bilan uchrashishda qattiq qo'l siyosat qo'llanadi. Amaliyotda qo'llandi. Hozir bu munozirga selayotganda bu ayol kishi Amerika Ovozi radiosi to'rbitining bu riyosatchisi shunday savol qo'yyapti so'zlaydigan kishilarga. Buning qatnashganlar Chimpokong, andan keyin bilim xazinasi Amerikaning Kissinger tadqiqot organi deydigan organlarning odamlaridan munozirga qatnashgan kishilarning so'zi endi bu. Nimdeydi? Taraf bir-biriga tig'ma-tig' qarshi har qaysi o'zining gapini qiladi. Bo'ldi. Yo'q, kechiringlar. Har qaysi o'zining gapini qildi. Balki kechiringlar. Suhbat boshlanishdan burun ikki taraf o'zaro embargo tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Masalan, Alyaska suhbati boshlanishdan avval Amerika ba'zi shirkatlarni embargo qildi. Jungo ham o'zicha ba'zi Amerika siyosiy arboblarni embargo qilgan edi shu vaqtda. Har ikki taraf o'zaro embargo tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Amerika Jungo Alyaska suhbati ayni chog'dagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan sobiq Sovetlar o'rtasida o'tkazilgan Islandiya orali suhbatini esimizga keltirdi. Tushundingizmi? Mana men tanlagan jumla mana shu. Amerika Jungo o'rtasida bu bir maydonni so'q munosabatlar urushi suhbatdan keyin. Hozir suhbat so'q munosabatlar urushini keltirib chiqardi deyilsa,
Muşu söhbettin keyin hararat örlemdi yoki tushamdi. Bu munozara qo'yilgan savol ekan. Buning ichida bir savol men nima dedik? Sabiq ayni chaqdiki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan sobiq Sovetlar o'rtasida. Masalan, shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti George H.W. Bush, andın Rossiya yoki sobiq Sovetlarning sekretari vaqtida prezident bo'lmasin, sekretari Gorbachev. İki davlatning 2 nafar arbobi vatandashim İslandiya oroli. Qaysi tarafda bu shimol Yevropa shimoli tarafida deymi? İslandiya orolida suhbat o'tkazdi vatandashim. To'liq materiallarga asosli erishamadim-yu, shu vaqtda parch-parat ko'rgan materiallarga asoslig'imda shunday deyilgan edi. Masalan, İslandiya orolida bir sayohatchilar parxodi 48 kilometrni, ya'ni dengiz o'rtasiga kirdi degan gap. Bu yerda shu vaqtda ochiq tilga ilinganda ikki davlat rahbari prezident George H.W. bilan Gorbachev o'rtasida faqat tarjimon din boshqa ikkinchi bir yoki uchinchi bir odam bu suhbat jarayoniga kelgan emas. Bu shundoq sirliq, shundoq hikmatlik, shundoq qudratli suhbat edi. Buning qudrati natijasi qanday bo'ldi? İslandiya suhbati Amerika, Rossiya yoki Sovet ittifoqi shu vaqtdagi suhbatidan keyin 91-yildan boshlab Sovetlar ittifoqi yimirilish davriga. Qandaq vatandaş? Hozir mening hayron qilayotganim, bu yerda bu xonim, Pandan xonim nima deydi? Savol qo'yibdi. Bu bizning esimizga selavatida bu qatimki suhbat, Alyaska suhbati. Ayni chaqdagi İslandiya suhbatini esimizga selavatida. Ayni chaqda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Sovetlar ittifoqi o'rtasidagi suhbat. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti George H.W. bilan Gorbachev o'rtasidagi suhbat. İslandiya suhbati Rossiyani 91-yil yemirlishga kelib keldi. Demekçi az efendine hanım, demekçi endi Alyaska söhbetime hem şunun o'xshaydigan bolsa, şu tarihi jarayonni bizning esimizga soladigan bolsa, ondaqdan bu qatam Alyaska söhbetidan keyin insonning ma'nisi, yushurun ma'nisi çünkü kompartiyasi yemirilishga yuzlanamdi degan. Bunun da ajablanishga bo'lmaydi, bu soldan hayron qilishga bo'lmaydi. Nayta to'g'ri qo'yilgan savol. Pandoni xonimning nayta to'g'ri qo'ygan savoli bu vatandosh. İslandiya suhbati, undan keyin endilikda kelib Alyaska suhbati o'xshashlar. Suhbatning qimmati o'rinlashtirilishi va diqqat qiladigan masala o'tirib qo'yilgan mavzular balki o'xshashdi vatandosh. Yani baş tarafları var, onu siz bilmeymiz. Hazır matbuat aşkar bo'lib kelayotgan taraflarda, yani kilip, bo'ldi, bilmemdik, manimi deyip eylip, bir yerde koyuldu o, Alyaska suhbati de koyuldu o. Hong Kong, Tayvan, Uyg'uriston meselesi herkes. Çünkü içki işemez. Koyuldu o, deyilip oldu o. Dünya geçip etti o. Matbuat aldı da, tanınıp durgan, tatılıp durgan surat ve kameralar aldı da. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken shu chaqda Alyaskada shu so'zni aytib o'tirib qo'ydi. Mana bu Amerika Jungo o'tirishga munosabat. Mana bu Amerika Jungo o'tirishga suhbat mavzusi. Mana bu Amerika Jungo o'tirishi hal qiladigan masala. Mana bu Jungo Amerika o'tirishida yoki Jungo yoki Amerikaga munosabatlik emas. Butun dunyoga munosabatlik masala. Bütün dünyaya, teşlikka, muqimlikka, taraqqiyotga munosabatlik. Bütün dünyaya, biladigan, bilmaydigan dünyaya diplomatik munosabatlarni oshkorlash bilan munosabatlik. Jungo Sovet, kechiringlar, Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida Alyaska suhbati masalalarni eshib o'tish, masalalarni ochiqlashtirish, zada nima? Biz hozirgacha ixtilof deb keldik. Masalan, ixtiloflarni tizginlaylik.
ixtiloflarni kontrol qilayli deb suhbatlarni qurib keldik. Bugun mana echib etdik. Ixtilofmi shu? Ziddiyatmi shu? Hal qiladigan masalami shu? Bir taraf qiladigan ishmi shu? Uyg'uriston hergiz Jungo'ning ichki ishi emas. Hong Kong meselesi hergiz Jungo'ning ichki ishi emas. Tayvan meselesi hergiz Jungo'ning ichki ishi emas. Shunaqmi ya do'stlar, endi nima deyapti? Hozir bu xonim, Pandoni xonim, Amerika ovozining riyosatchisi, Torbet riyosatchisi, jumi, Torbet video film riyosatchisi bu xonim nima deydi? Ayni chog'dagi Islandiya suhbatini İslandiyada ikki davlat rahbarlarining uchrashganligini esimizga selayotidu. Uning kaynida gapi yo'q. Uning kaynida gapni men qo'shib qo'yay. Islandiya suhbatidan keyin Prezident George W. Bush ve Gorbachev suhbatidan keyin Sovetlar ittifoqi yemirilish davri. 91-yil. İnsaniyet tarixidagi 1991-yil. Rossiya Kreml imperiyasi yemirilgan yil. Onun avvalida İslandiya suhbati. Bugun xonim shuni deb bu İslandiya suhbatini elib kelib hozir Alyaska suhbatiga taqqos qilyapti. Tarix avval shundoq yuz bergan edi. Yoki tarix muqarrarlik ichida taraqqiy qilish jarayoniga kirib qolgan edi. Zaruriyat ichida taraqqiy qilish yoki oxirlashish, bir maydon tarix oxirlashish davri kirib qolgan edi. Endilikda Alyaska suhbatimi shundaqmi? Deb savol qo'yapmiz. Yani bir noktadan bugün söyleyeceğiz ki yanımı söyleyemez vatandaşım. Alyaska sohbeti de Yangjechi Jungo sohbet vekili senin mening aldımda mundaq gap qilish salohiyating yo'q dedi Amerika sohbet vekilleriga. İkinci bo'lib yana nima dedi Yangjechi ko'takashini deymiz. Bu gaplar Junho Xalq Cumhuriyeti fuqarolariga so'zlanayotgan gaplar. Bu gaplar Cumhuriyet Merkezi Komiteti etrafındaki amaldarlarga ve xushomadchilarga so'zlanayotgan gaplar. Bu gaplar jamoat fikriga, Jungo jamoat fikriga javob berayotgan gaplar. Hadding emas. Sening Amerika suhbat vakillar umigini ko'takashing deydigan hadding emas. Qilsam bu ishni sana o'rlashtirib bugun boshlaysan bu ishni. Oxiriga tushirsan bu ishni. Amerika'nın pozisiyasi, devlet işlakatı Antony Blinken'in pozisiyasi intayin qattiq bo'ldi degan mushu cümleni men 3 gündün bir so'zlayotgan so'zimni sizga bir qatam aytdim vatandosh. Pozisiyani bunda qattiq o'zgartish hargiz Yangjeshining tanbih nasihatlarini, ko'takashingni anglash uchun emas. Hargiz Yangjeshining sening bunda salohiyating yo'q degan gaplarni anglash uchun emas. Yangjeshi bu so'zni Devlet İşler Katibi Antony Blinken'in olduğunu sözlevatıdı. Kızım sana eğitimen, kelinim sen anla. Ben Amerika'ya noçılık kılıvatımen, Jungo cemaat fikri sen anla. Bizim adamanda kahraman değil mi? Amerika'ya mındak diyeleğimiz değil mi? Sohbette mındak rolümüz var. Sohbette mındak salahiyetimiz var, Jungoluk. Bir yere eğsek Jungo'nun dandık yazısı Akiyu deydiğen nima? Lushin Efendi deydiğen yazısı Akiyu degen bir obrazını edebiyat saat yaratib ketken edi vatandaş. Akiyu deydiğen bir. Belki bir toluq kelmesimi, oxşuş qatası toluq düşüp bəmisimi Akiyu deydiğen obrazını yaratib ketken. Şuna men bugün bir yer davet emen ki Hazır Pandoni Hanım dedi ki İslandiya sohbetiga o'xshash Alyaska sohbeti deganda şu tertip bu içkildiğen bolsa bunun paketleme vatandaşım. Ben sizge sözledim bu. 2021 yılı 3. ayının 18. 19. günleri Alyaska sohbeti ötküzüldü. 4 aydan keyin 7. ayının 21. günü 2021 yılı 7. ayının 21. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping Allahsızadetilik içinde Tibetli halkını gözden geçirdi. 4 aydan keyin. Qanday
Men bu şunun asasını hep bu orlaştırış. Kalese. Muşu yolda mansan başçağır yok. Ben senin mininde tartışılgan başçağır yok. Çünkü bu bugün sen bile minin oturamdaki mesele emas. Bütün dünyavi mesele. 2021-yili 7 ayının 21 günü Reis Xi Jinping'nin Li Hasan'ı ziyaret kılışı, hizmet tekşürüp kezdin köçürüşü. 2022 yıl 7 ayının 1 günü 14. günü geçiyor. 14 gün. Reis Xi Jinping Ürümçi'ye gelip Şangay'dan bir bastı, Hong Kong'da bir bastı, Ürümçi'ye gelip 14 gün Naq meydanda oturup, hizmetlerini uğurlaştırıp, vakit tertibini uğurlaştırıp, kanda? Bu işler sizin düşünüz mü, düşünüz gibi kirmeydi, benim düşünüm gibi kirmeydi. Lekin reallik şu ki, Alyaska'da, bu meydan sohbette, mesele eçivitildi, mavzu eçivitildi, halkara, dünyaya tapşırıldı, kameraga, muhbirga tapşırıldı. Naq meydanda Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet ishlar katibi, Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan shundoq dedi, tunigun kishini oldin kunidagi leksiyadagi ash bir jumlani ishlatay, mana bu yerda turdi. Nima dedi? Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi herkes Cumhur'un içki işi emas. Bugün nima dedi? Amerika ovozi radio Xitoy til programmasidan to'g'ri beti yoki film ishlash, video film ishlash to'g'ri beti. Pendungni ismini to'liq tutamadim bu xonimdan. Xonim nima dedi? Alyaska suhbati bizning esimizga soldi. Nimani? 91 yıldan burun aniq vaqt esimde qolmabdi, kechiringlar vatandosh. Burun Islandiya oralida o'tkazilgan Sovetlar Ittifoqi Amerika davlat boshliqlari yig'ini edi. Mesela mana shunday qo'yildi vatandoshlarim. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyam mana shu. Ana shunday asta bir jumladan resmiy holda tahlil bosqichiga kirmadik vatandoshim. Alyaska suhbatidan keyin Amerika Cumhur munosabati bugun maya keldi hozir. Aynak televiziya nima dedi? O televiziyaga men hozir ishinib ketmayman, lekin bugun qo'ygan mavzu nima dedi? Amerika Cumhur munosabati kontrollikdan chiqib ketdi. Sen Amerika Qo'shma Shtatlarining moliya ministri Yellen xonim Beijingni ziyorat qilayotganda o'ylab baqing vatandosh. Nanjing va Sharqiy Şimal her bir ayını közden köçürüp uğruş dedim. Bu bek edepsizlik olur da vatandaş. Mihman kilovatkanda şu mihmanka münasebetlik uğruş doğrusu davran kılış. Bu bek bişemlik, bek kopallık olur da vatandaş diplomatiyet. Şundak mı ya? Benim ama bugünkü vaziyet vatandaş. Hazır endi Bakhmut'tan Ukrayna armiyası egellep olgan Bakhmut'ta yana Ukrayna'nın şarkıda Rusya egellep olgan ziminlarni qo'lga qaytirib olish yoki g'ururimizni, davlat g'ururi, davlat xarakterini qaytirib olish degan shoirini to'g'lab chiqib, hozir prezident Vladimir Putin 180 ming kishilik askar to'plab Bakhmut rayoniga, ya'ni Ukraynada o'zi besib olgan Ukrayna'nın sharqidagi ziminlarda yana shiddatli urush kirdigan bo'ldi bu vaziyatdagi bu tuyuqsiz o'zgarishni men bir nima deyemedim vatandoshim, men bir narsa his qilolmadim. Tunigun sizlarga so'zlagandim, Bakhmutdan chiqib ketdi Rossiya askarlari deb. Bugun tuyuqsiz bu ish yuz berdi.